Xolasi inshaalloh mana tandirimiz qizidi. Endi go'shtlarni solamiz, qasiblarni. Mol go'shtli, dumbalar solingan hasib, tovuq go'shtli hasib. Ziravorlarimni o'rik o'tirlar cho'qib mana pishdi. Hali ham yoyapti. Endi solib pishiramiz. Xudo xolasi inshaalloh. Mana tovuq hasiblarimiz mol. Tovuq hasiblarimiz mana mol go'shtlik. Hasiblarimiz dumbalar solingan. Xudo xolasa inshaalloh zo'r pishadi. Mana hasiblarimiz solyapmiz tandirga. Mana aziz obunachilar. Xudo xolasa inshaalloh bismillahirrohmanirrohim pishadi hozir. Inshaalloh go'zal va betakror bo'ladi. Mana aziz obunachilar tandirni bekitdik. Xudo xolasa inshaalloh pishadi. Mana asaka choyxonasida. Xudo xolasa inshaalloh hozir pishadi. Kimga necha kilo kerak? Mol go'shtli hasib, dumbalar solingan, tovuq go'shtli hasib. Mana aziz obunachilar, kimga necha kilo kerak aytaverasizlar.